Do'stlar, bugun ham xudo xolasa shu videoning izohida o'yin o'ynaymiz, yutuqli o'yinlar. Faqat bu gal g'oliblarimiz 10 ta bo'ladi. O'yin shartini va yutuqlarni Telegram kanalimizga kirib bir vosita bo'ladi. Telegram kanalimizga kiringlar, o'yin shartini bilinglar va ishtirok etinglar. Hammaga omad. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun xona gullari uchun tabiiy, ekologik toza, organik oziqa haqida gaplashamiz. Sinovdan o'tgan, natijasi zo'r oziqa. O'zim masalaga har qanaqa oziqani tavsiya berishdan oldin bu oziqani o'zim kamida 5-6 oy sinab ko'raman, keyin natijasi, foydasi, zarariga qarab sizlarga tavsiya beraman. Chunki oziqani tavsiya bergandan keyin biz albatta buni foydasi uchun ham, zarari uchun ham qanaqadir ma'noda javobgar bo'lishimiz kerak. Do'stlar, bu oziqani men yilni boshidan boshlab xona gullarimda sinashni boshladim. Har xil xona gullarga ishlatib ko'rdim, natijasi juda ham zo'r. Bu oziqani ko'pchilik ishlatib ko'rgan va hammada yaxshi fikr, hali bu oziqa haqida yomon fikr eshitganim yo'q. Bugun men sizlarni shu oziqa bilan tanishtiraman, o'zimni xulosamni, fikrimni aytaman va videoning oxirida albatta ishlatishni ham ko'rsatib beraman. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanalga ham albatta obuna bo'linglar. Oziqaning nomi Chudupshik Agroimmun. Bu ekologik toza, tabiiy, organik oziqa, suyuq biohumusdan tayyorlanadi. Bu oziqa insonlar uchun, hayvonlar uchun, har xil foydali hasharotlar uchun mutlaq bezarar. Hattoki o'simliklarga ko'p ishlatsanglar ham hech qanaqa zarari yo'q. Faqat foydasi bor. Oziqaning tarkibida kimyoviy narsalar bo'lmaydi. Ko'rinishiga ahamiyat bermaysizlar, ko'rinishi ozgincha oddiyroq qilingan. Bu sinov tariqasida va narxi iloji boricha arzonroq bo'lishi uchun qilingan. Lekin xudo xolasa keyinchalik ko'rinishi albatta o'zgaradi. Narxi va sotadigan joy haqida videoning oxirrog'ida gaplashamiz. Hozir men sizlarga buni tarkibini tushuntirib beraman. Chudupshik tarkibida o'simliklar uchun muhim bo'lgan hamma moddalar bor. Misol uchun azot, fosfor, kaliy, magniy, temir. Tarkibida o'simliklar uchun muhim bo'lgan minerallar, aminokislotalar, guminoviy, fluviy kislotalar bor. Va eng muhimi, buni tarkibida o'simliklar uchun muhim bo'lgan foydali tirik bakteriyalar bo'ladi. Do'stlar, videoning oxirida to'g'ri ishlatishni ko'rsatib beraman, chunki buni ham o'ziga yarasha bir ikkita muhim joylari bor. Va videoning oxirida narx haqida ham gaplashamiz. Hozirgi paytda narxlari juda ham zo'r. Hozir bo'lsa men sizlarga bu oziqaning foydasi haqida gapirib bermoqchiman. Chudupshik bu birinchi o'rinda har qanaqa o'simliklar uchun tabiiy oziqa hisoblanadi. Xona gullarini o'stirish uchun, rivojlantirish uchun, gullatish uchun zo'r oziqa. Chudupshik o'simliklarning immunitetini ko'taradi, o'simliklarni sog'lom qiladi, chunki buni tarkibida aminokislotalar bor. Chudupshik o'simliklarda bo'ladigan har xil stresslarni oldini oladi. Agar xona gullaringizda stress bo'lgan bo'lsa, stressdan chiqishga ham yordam beradi. Bu xona gullaringlar uchun ham oziqa, ham immunitetini ko'taradigan dori, ham stressni oldini oladigan dori yoki stress bo'lgan bo'lsa, stressdan chiqishga yordam beradigan dori. Va eng asosiysi, chudupshik tarkibida foydali bakteriyalar bo'ladi. Bu bakteriyalar o'simliklarda paydo bo'ladigan har xil zamburug'lar, zararli bakteriyalar, patogenlarga qarshi kurashadi. O'simliklarni har doim himoya qilib turadi. Do'stlar, endi videoning oxirida men sizlarga bu oziqani xona gullari uchun to'g'ri ishlatishni tushuntirib ko'rsatib beraman. Chudupshikni xona gullariga biz sepib ishlatamiz. Barglariga yaxshilab sepib chiqishinglar kerak. Juda ham obdon sepish shart emas. Barglarini nomiga qo'llasanglar, shuni o'zi bemalol yetadi. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Undan oldin bir ikkita muhim joylarini tushuntirib berishim kerak. O'zi chudupshikni xona gullari uchun har 2-3 kunda bir marta ishlatish tavsiya etiladi. 2-3 kunda bir marta sepish kerak. Lekin men sizlarga bir haftada bir marta yoki 10 kunda bir marta ishlatishni maslahat beraman. O'zim bir haftada bir marta ishlatdim, natijasi juda ham zo'r bo'ldi va bu sizlarga ancha ekonom bo'ladi. Oziqalar anchaga yetadi. Yana shu joyini alohida tushuntirib berishim kerak. Chudupshik bu qo'shimcha oziqa, kuchli qo'shimcha oziqa. Bu kimyoviy oziqalarni o'rnini bosmaydi. Misol uchun 320, 318. Bu oziqalarni ishlatasizlar. Chudupshikni xuddi qo'shimcha oziqa sifatida ishlatasizlar. Xuddi gumatkali, biogutin yoki suyuq biohumus, Baykal-Mga o'xshab bu kuchli qo'shimcha oziqa. Bu oziqalarni ham ishlatasizlar, buni qo'shimcha sifatida ishlatasizlar. Endi narxlari haqida va sotadigan joy haqida gapiradigan bo'lsak, chudupshikni sizlar hozirgi paytda faqat Uzum market orqali xarid qilsanglar bo'ladi. Uzum marketda ikkita hajmi sotiladi. 100 mg va 500 mg. 100 mg hozirgi paytda 15 ming so'm turadi, mana shu kichkinasi. Kattasi bo'lsa bu 5 barobar katta, lekin narxi atiga 2 barobar qimmat. Buni sizlar 30 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Hozir bu oziqalar skidkada, albatta olib qolinglar. Mana shu oziqani 30 mingga olasizlar va mazza qilib ishlatasizlar. Do'stlar, albatta olinglar, ishlatib ko'ringlar. Men sizlarga asosan kattasini maslahat beraman, chunki bu sizlarga ancha arzonga tushadi. Yoki birinchi bo'lib kichkinasini olinglar, ishlatib ko'ringlar. Agar yoqadigan bo'lsa, kattasini xarid qilasizlar. Endi masalaga ishlatishni tushuntirib bermoqchiman.
O'zi chudipshik bu cho'kadigan oziqa, bu turgan sari suvi oqarib qoladi. Mana sizlarga ko'rsataman. Mana suv mana shunaqa bo'lib qoladi. Va sizlar buni har gal ishlatishdan oldin yaxshilab chayqatib olishinglar kerak. Mana chayqatib olsanglar qop-qora bo'ladi. Har gal ishlatishdan oldin buni yaxshilab chayqatasizlar. Buni shunaqa xususiyati bor, shu foydali bakteriyalari tagiga cho'kib qoladi. Mana aralashtirgandan keyin qop-qora bo'ladi va keyin xona gullarining barglariga sepib chiqasizlar. Tashqarida sepsanglar juda ham zo'r bo'ladi. Chunki buni ozgincha suyuqligini rangi bor. Ozgincha uylarni isqirtib qo'yishinglar mumkin. Shuning uchun tashqarida sepganingiz yaxshi. Mana do'stlar, shunaqa qilib bir haftada bir marta sepib tursanglar, bu xona gullaringiz uchun qo'shimcha juda ham zo'r yordamchi bo'ladi. Do'stlar, mana sizlarga shuni aytib bermoqchi edim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uzum silkasini men shu videoning birinchi izohida qoldiraman yoki bizning Telegram kanalimizga kiringlar, hamma ma'lumotlarni topasizlar.